demak H harfini yozilishini o'rganamiz. Demak, H harfida ham 4 xil holat mavjud. So'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxiri va yakka holat. Xo'p, birinchisi so'z boshi bitta katani mo'ljal qilib yozamiz. Xo'p, oradagi masofa, ya'ni H ni boshi bilan qornidagi o'rtadagi masofa bir-biridan uzoq bo'lib ketishi kerak emas. Xuddi shu ko'rinishda yozasizlar. Boshida katta daftarga yozib o'rganinglar. Xo'p, shu strelka bo'yicha yozamiz. Bu so'z boshi holati, o'zidan keyingi harfga qo'l beradi. So'z o'rtasida qaraymiz. Keldik, bitta katta o'rtadagi katani mo'ljalladik. 3 ta so'z o'rtasi H ga 3 ta katta mo'ljal ketyapti. Faqat mana bu e'tibor beringlar, husni xatlarda, ya'ni bosma uslubda o'rgatishadi. Ya'ni qo'lni uzib turib, keyin xanimda boshini qilib, keyin boshqatdan yozish kerak deyiladi. Unaqa emas. Oson uslubda qo'lni uzmasdan yozish kerak bo'ladi. Yozayotganda arab tilida tez yozib ketilganda shu holatdan foydalanasizlar. Xo'p, so'z oxirgi holati ham shunaqa. Demak, ikkita katta mo'ljal va mana bu H ni qorni ikkinchi katani to'ldiradi. Bu so'z oxirgi holati. Mana shuni qo'lini olib qo'ysak, demak yakka holat bo'ladi. Mana bu eng tepada birinchi yozganim, demak u yakka holat. Bu uchalasi so'z boshi, so'z o'rtasi va so'z oxirgi holati. E'tibor beramiz, so'z boshida o'zidan keyingiga qo'l beryapti. So'z o'rtasida ham oldidan ham orqadan qo'l beradi. So'z oxirida faqat o'zidan oldingi harfdan qo'l oladi, keyin o'zi tugatadi kalimani. Xo'p, oxirida so'z boshi, so'z o'rtasi, so'z oxirgi holatini bir-biriga ulanish jarayonini ko'rsatganman. Shu harfga demak tepasiga nuqta qo'ysak xo, pastga nuqta qo'ysak jimga o'zgaradi. Bu muammo emas. Boshida katta daftarga yozib o'rganishinglarni maslahat beraman. Videodan manfaat olsangiz duo qilishni unutmang.